Assalomu alaykum opa. Va alaykum. O'rtog'im qarz so'rab kelgandi. Siz oldingizga olib keldim. Qancha? 100 bo'lsa yetadi. Ol ana 100 mi, 200 mi, 400 mi? Xohlasang bizga sherik bo'l. Opa o'zi ish qiladi-da. Ekanlar. Opa, nima ekasiz? Zahar. Shunga o'xshash holat Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida qayd etildi. Ya'ni fuqaro o'ziga tanish bo'lgan shaxs bilan oldindan jinoiy til biriktirib, o'zlariga yaqin hududda bo'lgan zovur yoqasiga butalar orasiga tarkibida giyohvand moddalari bo'lgan o'simliklarni ekishgan va uning ko'p miqdorini sotayotgan vaqtda daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan. Sud ishi hujjatlarida keltirilishicha 22 yoshli 2 nafar fuqaro o'zlari yetishtirgan 850 grammga yaqin giyohvand moddasini 124 million so'mga pullagan vaqtda tezkor tadbirda ushlangan. Surishtiruvlar davomida ushbu shaxslar bu kabi jinoiy harakatlarni bundan avval ham bir necha bor sodir etganliklari ma'lum bo'lgan. Qo'zg'atilgan jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Jarqo'rg'on tuman sudining ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchining biridan Jinoyat kodeksi 270-moddasi 1-qismi va 270-moddasi 5-qismi bilan Jinoyat kodeksining 57-59-moddalari tartibida 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi. Shuningdek, sudlanuvchining ikkinchisiga Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilgan holda 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi.